Üst tilingda silash degan ishlar aytadilar. Jila biz jamoat syomka endi. Eline mana 1-2 kun ilk bir Tatar brendi yonina borgan edi. Mana shunday galstuk bo'lgan edi. Men negizga men shunday oq deyman. Zangar tisli rubashka oldim. Ham kran tisli shalvar oldim. Tatar Sharp brendidan olgan mana galstuk. Hozir bitinda yangi fishka bor endi shu trend brend bilan endi bunda mashkila. Hozir men sizga shu fishkani ko'rsataman. Mana shulay aytasizda ham mana bundan qo'yadilar. Bunda ana kiritib qo'yasiz. Hozir shu moda bilan endi degani shunda bilan anglashildi. Bunda kiyim endi motor ittirib standartlaymiz ana. Teshigingga kirasizda shulay yaratdingiz endi. Mana o'zimizning galstuklarımızda hozir dunyoga keldi bitti. Ul g'ururlik bizning ishim. Hali jamiyat onsi borsida tug'il. Onları zo'r ittirib qilgan shunday pijak kiyamin. Oyoq kiyimi, krossovka kiyamin. Boshima beyzbolka kiyamin shular. Tak. Mana shunday tatar izin qoldirdim o'zimning obrazimda. Alisa zvuk 10.